Ushbu videoda Cobalt avtomashinasini bardacho'giga Carpet mahsulotini yopishtirishni ko'rsatamiz. Ayrimlar avtotikani deb ham ataydi. Bu ishdan maqsad buyumlarning shaqir-shuqur qilgan ovozlarini eshitmaslik. Birinchi o'rinda bardacho'gini yechib olish kerak. Umuman olganda bu ishlarning barchasi qiyin emas, oson amallasa bo'ladi. Faqat yangi odam uchun biroz ko'p vaqt olishi mumkin. Akalar, mana Cobalt mashinasini bardacho'gini yechib olganmiz. Hozir bunga Carpet mahsulotini yopishtiramiz. Bunga daftar kerak bo'ladi, ya'ni qog'oz bo'lsa bo'ladi. Qog'ozni nima kerak desanglar, razmer olishga. Razmer olib kesib yopishtiramiz. Qaychi kerak bo'ladi. Ya'ni pichoq kerak bo'ladi yoki pichoqning o'rniga lezva. Lezvali pichoqning o'rniga shunday lezvadan foydalanishimiz mumkin. Hozir ko'rib guvohi bo'lasizlar video davomida. Aniqlik o'ta yuqori darajada bo'lishi kerak. Ikkinchi bosqichda mana bunday qilib chizib olamiz. Mana o'lchaymiz. O'lchab chizib, keyin shuni kesib olamiz. Kesib keyin yopishtiramiz. Hozir bittasini yopishtirdik. Mana shu qismini. Endi bu yoqqa bunday qilib yopishtirishimiz kerak. Mana bittasini kesib oldik. Hozir buni yopishtiramiz. Bu ishni juda qiyin deb o'ylamanglar. Juda oson ham deb o'ylamanglar. Lekin hozir bitta narsa biz teskari kesib qo'yamiz, chunki biz uchun ham bu yangi ishda. Hali birinchi marta ko'rishimiz teskarisi kesilgan. Shuni to'g'ri kessak bo'lardi-ku. Endi qo'yish iloji yo'q. Bitta tovar ubitkaga ketdi. Mana shuncha qog'oz kesib o'lcham olgunimcha shuncha qog'oz kesdim. Shu narsalarga e'tibor beringlar, teskarisiga kesib qo'ymaydi. Endi bu tomoniga tushmaydi. Bu tomonda shakl boshqacha. Shunaqa. Mana hozir ikki tomoniga qoldik. Mana bir tomoni, bu tomoni. Qani endi davomini ko'ramiz. Mana hozir eng qiyinidan birini yopishtirmoqchimiz. Xudo xolasa mana shu yerga tushadi bu. Bundoq qilib ko'raylik yorug'. Mana shu holatda turadi bu. Qiyin, lekin chiroyli bo'ladi. Ham narsa qo'yganda yaxshi holatda turadi. Mana akalar, yopishtirib olganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Chiroyli chiqqan. Akkuratni qulay. Bitta sal muammoli jihati, sal shoshib qo'ydik. Sal mana bunaqa joylarda ko'rinib turibdi. Lekin chotki turibdi. Hamma joyi akkuratni, qulay. Bejirim. Endi kalit biror narsa solganda shaqir-shuqur qilmaydi, akkuratni turadi.